Assalomu alaykum. O'zimni tanishtiraman. Men Toshkentlik Hakimova Nilufar, 49 yoshdaman. Mani bel qismimda 9 millimetrli grijam bezovta qilardi. Keyin boshim ko'p og'rirdi. Og'rigan paytda ikkitadan sitramoy ichgan vaqtlarim ham bo'lgan. Keyin jenskiy gormonlarim buzilib, siklalarim buzilib ketgan edi. Alhamdulillah, mana bu mahsulotlarni bu oy 6-oyi ichdim. Bularni ichdim, choylardan ichdim. Yo'llab kapsulalardan ichyapman haliyam. Alhamdulillah, yaxshiman. Bel sohamda achishib og'rishlar ketdi. Menstrualniy siklarim 4 kunda joyiga tushdi. Boshida boshlaganim o'zida. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bivoron kompaniyasiga katta rahmat. Sababchi bo'lgan insonlarga, ustozlarimga katta rahmat. Sizlarga ham tavsiya qilaman.